100% bilaman hech qayerda bunaqa narxda lentali drabilkalarni sotishgani yo'q. Chunki biz Marg'ilondagi agrotexnika do'konimizdan lentali alligator drabilkalarimiz narxini sutekin narxlarga tushirib tashlaganmiz. Video davomida narxlari bilan obzorlarini, ma'lumotlarni berib yoritib beramiz akalar. Hozirroq bittadan like bosib, kommentariyaga o'tib, omad so'zini yozib keladigan obunachilarimizga hozir aytiladigan narxlardan ham albatta oz-moz like bosib obuna bo'lganingiz uchun tushib beramiz. Xo'p, Kentaur alligator lentali drabilkamiz kichik, mini, katta variantlaridan do'konimizga yetib keldi. Ko'rib turgan modellari akalar, lentishni, xo'p, mini variantimiz bemalol xo'jaliklarga olib turib foydalansalar ham bo'laveradi akalar. Lentalariga bitta ahamiyat beradigan joyi, lentalari juda ham baquvvat, original lentalar bilan qilib ishlangan, ko'rishingiz mumkin. Kentaur bilasizlar oldin akalar motoblok chiqargan, hozir drabilka ham bemalol chiqaryapti. Hozirgi paytda drabilkalarimizga o'zgarishlar bor akalar. Xohlasalar 3 fazi, xohlasalar 220 motori bilan bemalol kelib do'konimizda xarid qilib olishlari mumkin. Ko'rib turgan variantlari, mini variantlari o'zida skoroslari bo'ladi mana. Aborotini past baland qilib ishlatadigan skorsi, bunda bemalol mayda yirik chiqarishlarini, legirovkalarini qilib foydalansalar ham bo'laveradi. Pichoqlarini bitta ochib ko'rsatamiz akalar. Pichoqlari mana ko'rishingiz mumkin. Doim videolarimizda aytamiz, qatdan qanaqa drabilka olishlaridan qat'iy nazar mana shu pichog'iga e'tibor bera olinglar. Chunki bu pichog'i original nikelli pichoq bo'lishi kerak. Har bittasi mana o'zini pechati bo'ladi, Xitoy pechati. Bu originalligini bildiradi. Tortib beradigan shunday qismlariga bitta ahamiyat berasizlar, juda ham baquvvat, mustahkam qilib ishlangan. Oldi tomoniga arrali pichoqlari qo'shimcha qo'shilgan 7 qator pichoqlar bilan jihozlangan bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Keyin yonboshdagi remeshkif qismlari ham akalar polnisi o'rtasi ochilmagan variantidan juda ham baquvvat qilib ishlangan variantidan bo'ladi. Oldi tomonida ikkita hamda o'rta tomonida ikkita yog'lanadigan joylari bor. Yog'lab, shpris tashlatadigan bo'lsangiz sizlarga juda ham uzoq xizmat qilib beradi hamda aborotni juda ham tezlatishni oldini oladi. Bir tomonni o'tmas bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi tomonni bemalol qo'yib ishlatsangiz ham bo'laveradi. Xohlasangiz 220, xohlasangiz 3 faza motor bilan narxini 3 million 900 ming so'mdan bemalol do'konimizdan kelib xarid qilishingiz mumkin. Manzilimiz Marg'ilon hokimiyati to'g'risida joylashgan agrotexnikalar do'koni. O't boshqa narsalar tushadigan bo'lsa, bu tomondan bemalol tushirib yuborish xususiyatiga ega. Lentalarni ham bemalol legirovkalarni qilishlatiraverasizlar. Endi gabariti bugun nisbatan kattaroq variantimiz kelgan, ko'rishingiz mumkin. Hajmi jihatdan ham, bo'y jihatdan ham ozgina raznica qiladi akalar. Xohlasalar bunda ham 3 faza, xohlasalar 220 motor bemalol qo'yib beraveramiz. Lentalarini eni hajmisi ham juda ham katta qilib ishlangan hamda mini variantidan kattaroq variantimiz. Buni ham pichoqlari ko'rishingiz mumkin. Nikelli, original pichoq. Undan tashqari oldi tomonida ham mana arrali pichoqlari bilan o'zida jihozlangan. Buni ham pichoqlari, oldi pichog'i ham, o'rta pichog'i ham maslinli. Shinaklari ham qalin, unaqa o'rtasi ochiq shinaydan emas, yaxshisidan, sifati zo'ridan xudo xolasa. Bunda ham skorslari bor. Bemalol mayda yirik chiqarishlarni legirovka qilishlatiraverasizlar. Xohlasalar 3 faza, xohlasalar 220 bemalol motoridan kelib xarid qilishingiz mumkin. Mana old tomondagi pichoqlari ham juda ham mustahkam hamda ko'p qilib ishlangan. Sifati juda ham zo'r. Narxi taqalgan narxini 4 million 600 ming so'mdan do'konimizdan bemalol kelib xarid qilishingiz mumkin. O't, xashak, somon, poya, ho'l quruq mahsulotlarni bemalol maydalab chiqazib bera oladi akalar. 0,5 santimetrdan 1 santimetrgacha. Endi ukamizga kattaroq variantidan bo'lsin, xolasak 3 faza, xolasak 220 qilib ishlatamiz ekan. Kattaroq variantidan bo'lsin degan akalarimiz uchun gabaritini bemalol solishtirib olishingiz mumkin. Har yo'l firmasiga tegishli Bru 70lik uzun katta variantdagi alligator drabilkalarimizdan ham do'konimizda bor. Ko'rib turgan drabilkalarning hajmi 1.70, lentasi ham uzun katta qilib ishlangan bo'ladi. Ariol firmasiga tegishli akalar. Ichidagi pichoqlarini bitta ochib ko'rsatamiz. Bu ham nikelli, original pichoq bo'ladi, ko'rishingiz mumkin. Har bittasida pechati bor. Oldi tomonida ham arrali 7 qator pichoqlari bilan jihozlangan. Lentasiga tashlaysizlar, bemalol o'zi olib kirib ketadi. Motori 6,5 kW, 3,5 ming obrot motorlar bilan jihozlangan akalar. O'zida pusklari bor. Ortiqcha nagoska bo'ladigan bo'lsa, motor avtomatik o'chib qolish xususiyatiga ega. Bunda ham skorslari bor, lekin buni remesh shkiflari o'rtasi ochiq variantidan bo'ladi. Mana hozir ko'rinyaptimi, bilmayman, ertaga
yorug'ida ham bitta videolarni qo'yib beramiz. O'rtasi ochiq variantidan kimga buni narxi qiziq bo'ladigan bo'lsa 5.500.000 so'mdan bemalol do'konimizdan kelib xarid qilishligi mumkin. Butun O'zbekiston bo'ylab dastavka xizmatlari kelishilgan holatda bor. Pastga nomer qoldirib ketyapman. Pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib, bog'lanib kelib xarid qiladigan bo'lsangiz, chiroyli qilib bonuslari bilan, dastavkalari bilan qilib beramiz. Qolgan drabilkalarimiz obzorlarini keyingi videolarimiz sizlarga to'liq ma'lumotlarni berib yoritib beramiz. Hozircha yangiliklarimiz shular. Shunaqangi alligator mini katta variantdan so'rab yurgan akalarimizga jo'natib qo'yishibsizlar. Bizni topish anchagan oson bo'ladi.